Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, bizni kuzatuvchilarimiz. Bugun bizga yangiliklar kelgan. Xudo xolasa hozir hammasini birma-bir tanishtirib o'tamiz. Tanishtirishimizdan oldin bir dona kanalimizga like bosib, shu videoga iltimos qilamiz. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa bundan ham yaxshi yangiliklar kelsa, yana video qilishga harakat qilamiz. 5 metrli to'sin, 4 metrli strapil, 6 metrli hamma razmerlarimizdan bor. Hozir hammasini birma-bir tanishtirib o'taman. Yana bitta narsani eslatib qo'yamiz, okalar. Mabodo bozor kela olmaydigan bo'lsani, xudo xolasa ishinglarni telefon orqali ham bitkazib beramiz. Ya'ni taxtani jo'natamiz. Taxtani ko'rasizlar, yo'qsa pulini berib yuborasizlar, bo'lmasa qaytarib yuboraverasizlar. Bizda unaqa muammo yo'q. Hamma taxtalarimiz garantiya, xudo xolasa sifatlariga ham 100% garantiya beramiz. Bo'lmasa biz videoni boshladik. Shu 5 metrli to'sinimizdan boshlaymiz, chunki bu yangi kelgan 5 metrli to'sinimiz 18 ga 5, uzunligi 5 metrli bo'ladi. Holatlarni ko'rib turibsizlar. Bu taxtani oladigan bo'lsangiz, sizlar okalar bemalol to'sin ishlatsani bo'ladi. Hozir ko'p xonalarimiz, ko'p uylarimiz 420 bo'libdi-kan. O'shani hisobga biz 5 metrli to'sinlarimizni ham olib kelib qo'yganmiz. 18 ga 5, uzunligi 5 metrli, birinchi sort. Buni oladigan bo'lsangiz, hop 50 ta oladigan bo'lsangiz 25 donasi xudo xolasa bitoqsiz bo'ladi. O'shalar kastivadagi yog'och, buni narxini okalar 220 ming so'mdan qilib beramiz. Uzunligi 5 metrli holati bo'ladi, juda kam yo'q. Xudo xolasa biz olib kelib qo'ydik. Buni 15 ga 5 ham bor, ya'ni bundan ozgina kichikroq. Buni ham bemalol o'sha naveslarga qo'ysani bo'ladi. Hamma har xil. Misol buni narxini okalar sizlarga 200 ming so'm qilib beramiz. Bu to'liq razmeri. Buni minisovoy razmeri bor, okalar. 190 ming so'm chiqadi. Bu to'liq 15 ga 5 razmerimiz bo'ladi. Hop, bu yerda mana 4 metrli strapilamiz kelgan, uzunligi 4 metrli, eni 11, qalinligi 32-33 chiqadi, uzunligi 4 metrli bo'ladi. Buni donasi desani, mana donasi, xudo xolasa sifatlari ham zo'r, uzunligi 4 metrli bo'ladi. Buni narxini sizlarga 53.500 so'mdan qilib beramiz. Holatlarni ko'rib turibsizlar, holatlari ham xudo xolasa zo'r bo'ladi. Sifatlariga garantiya beramiz. Yo, uka menga baquvvatroq ber, menga eni kattaroq kerak desani, undan ham bor okalar. Biz bunaqa yechimlarni qilib tashlaymiz okalar. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu 14 ga 3,5 razmerimiz, uzunligi 4 metrli bo'ladi. Mana pachkasi, xudo xolasa shunaqa katta pachkalar yuklatib beramiz. Bu narxiga keladigan bo'lsa, bu narxini okalar sizlarga 69.500 so'mdan qilib beramiz. Bemalol pastdagi raqamga telefon qilib zakaz qilsangiz, xudo xolasa chiroylisini yuklatib jo'natib yuboramiz okalar. Sifatlarini ko'rib turibsizlar, xuddi shunaqa bo'ladi. Holatlari ham ideal holatda. Menga endi kichkinaroq kerak uka. Katta strapida kerak emas deydigan bo'lsani, unga ham yechim bor okalar. Xuddi shu taxtamizni 9ligini ham olib kelib qo'yganmiz. 9 ga 3,5, uzunligi 4 metrli, qalinligi o'sha 32-33 chiqadi okalar. Endi o'sha 9 atrofida ko'rsatadi. Buni narxi keladigan bo'lsa, buni narxini 44 ming so'mdan qilib bera olamiz. Uzunligi esa 4 metrli bo'ladi. Bu arzonroq varianti, bu 42 ming so'mlik varianti bo'ladi okalar. Bu o'sha nimasi bo'ladi? Buni bitta tarsofga bo'lmagan, lekin narxi arzon. Hozir kravat sezon, misol 3 metrli pollilar juda tortilib qoldi. Biz 3 metrli pollilarni ham olib kelib qo'yganmiz. Narxi juda qulay. Videoni oxirigacha ko'rsani, hozir narxini aytib o'taman. Birinchi razmerlarni aytamiz. 9 ga qalinligi 2, uzunligi 3 metrli holatda bo'ladi. Mana shu pachka. Narxi okalar 19.500 so'mdan qilib beraman. 9 ga 2, uzunligi 3 metrli palovoy taxtamiz. Buni lapchaga ishlatsani bo'ladi, xohlasani polga ishlatsani bo'ladi. Menga eni kattaroq kerak desani, eni kattarog'i ham bor. 11ligini olib kelib qo'yganman. Mana 11 ga qalinligi 2, toza uzunligi 3 metrli bo'ladi. Buni narxini 24 ming so'mdan qilib beraman. Uzunligi o'sha 3 metrli bo'ladi. Okalar, bu taxtalarimizni uzr olmay kami yo'q, nimaki buni 3 metrli o'zi og'riq narxini aytib o'tganmiz. Xudo xolasa telefon qilaverasizlar. Bu yerda reykalarimizni o'zi skitka qo'yganman. Skitkada reykalarimiz 5700 so'mga 4,5 ga 3,5 qilib beraman. 6000 so'mdan oshiqroq sotganmiz. Bu yerda 14 ga 13 ga 31ligimiz bor. Shu qolgan. Buni hammasini olganga 65 ming so'mdan qilib beraman. 65 ming so'mdan bemalol aloqa chiqarasizlar. Bu unaqa narx topishingni qiyin. Bu yerda bu reykam ham 6000 dan berib yuboraman. 3,5 ga 4,5, uzunligi 4 metrli 6000 so'mdan berib yuboraman okalar. Asli ziyon qiladi, lekin narxi bo'shadi shunga. Qo'lligim bor bu yerda. Bu ham 7 ming so'm, 8 ming so'm sotganman, 7 ming dan qilib beraman. Manaqasi 6 ga qalinligi 3,5 bo'ladi, uzunligi 4 metrli bo'ladi. 85 ga 35 kitayskiyimiz ham kelgan okalar. Juda ko'p kishilik so'ragan, juda toptirib qo'ygan razmerimiz. 85 ga 35 to'liq, 48 ming dan qilib beramiz.
uzunligi 4 metrlik bo'ladi mana. Ko'rib turishingiz mumkin. Buni strapli qo'ysani bo'ladi, перегородкаga qo'ysani bo'ladi. Qalin shpunt so'ragan akalarimizga qalin shpuntlarimiz ham olib kelib qo'ydik akalar. Sizlar uchun ko'rishinglar bu iğne umr qalinligi 3 pashti, uzunligi 4 metrlik, narxi 59.500 so'm narxi beramiz akalar. Mehmon aloqa chiqaringlar. 62.000 so'm sotishgan ekan bozorda. 59.500 so'mdan sizlar uchun qilib beramiz. 12 ga 4 strapili kerak uka menga. 4 metrlik baquvvatrog'ini ber deydigan akalarimizga shunaqa strapilamiz ham bor. Faqat 12 ga 4 chiqmadi. Umrga qalinligi 38 atrofda ko'rsatadi. Sug'oy akalar. Umrdan o'sha qalinligi narxi 62.000 so'm qilib beramiz. Uzunligi 4 metrlik holatda bo'ladi, sug'oy. Hop, 6 metrlik strapilamizni umrga 3,5 ham bor. Uzunligi 6 metrlik sug'oy. Buni akalar 89 ming qilib beramiz. Arzon varianti ham bor. Hozir arzon variantini ko'rsatamiz. Bu umrga 3,5 ming so'm o'sha bozorda 90% sotishgan akalar. Narxini aka bular 83.500 so'm narx beraman. Uzunligi 6 metrlik bo'ladi. Holatlar xudo xolasa zo'r. Mana sifatlarni ko'rib turibsizlar. Narxi 83.500 so'mdan bo'ladi. 14 ga 3,5 strapilamizni ham so'ragan akalarimiz bor ekan. Hop, bu ham 6 metrlik o'sha baquvvati bo'ladi. 14 ga 3,5. Bu ham minusavoy bo'ladi akalar. Hozir sizlarga plusovoysini ham ko'rsataman, ya'ni 14 ga 4ni ham ko'rsataman. Bu o'sha 14 ga 3,5 minusavoy. Buning narxini akalar 107 ming so'm narxi beraman. Uzunligi 6 metrlik bo'ladi. Shu pachkasi, shunaqa pachkalarni biz yuklatib beramiz. Bu 14 ga 4imiz bo'ladi. Uzunligi 6 metrlik, to'liq razmerda 14 ga 4 razmer bo'ladi. Buning narxini 131 ming so'm qilib beramiz. Uzunligi 6 metrlik holatda to'liq 14 ga 4 razmerimiz akalar. Ko'rishingiz mumkin, men ham pachkasini buzib, shunaqa chiroylisini yuklatib beramiz. Bu yerda 11,5 ga qanday manaqasi 11,5, qalinligi 3,5 atrofda chiqadigan uzunligi 4 metrlik sug'oy strapilamiz bor. Buning narxi 61 ming so'mdan qilib bera olamiz. Uzunligi 4 metrlik sug'oy strapila bo'ladi. 15 ga 5 4 metrlik to'sin so'ragan akalarimizga 15 ga 5 to'sinlarimiz ham bor. To'liq razmerda, minusavoy emas. To'liq metr qo'ysa 15, qalinligi 5 chiqadigan. Uzunligi 4 metrlik toza lestova bo'ladi. Buning narxiga keladigan bo'lsa, narxini 135 ming so'mdan qilib beraman. Uzunligi 4 metrlik bo'ladi akalar. Yana bitta yangiliklarimizdan 18 ga 5ligimizga to'g'risi gap qalinligi toza 5 chiqmadi akalar. Shu 18 ga 5 deb sotamiz, lekin razmer chiqmadi. Uzunligi 4 metrlik bo'ladi. Toza lestova, mana sizlarga yaqinroqdan ko'rsatay. Sifatlari xudo xolasa zo'r, mana yangi pachkalar olib kelib qo'yganmiz. Uzunligi 4 metrlik bo'ladi. Holatlari xudo xolasa ideal holatda. Mana taxtani o'zi toza rossiyskiy taxta, toza lestova. Buning narxiga keladigan bo'lsa 149.500 so'mdan qilib beramiz. 149.500 so'mdan bemalol aloqa chiqarasizlar. Bozorda 152 ming, 153 ming atrofida sotishgan ekan. O'shani hisob qilib, mana ozroq qilib qo'ydim. Bemalol foydalanib olsani bo'ladi. Toza lestova akalar, shunaqa pachkasini buzib yuklatib beramiz. Bu yerda 85 ga qalinligi 107 lik lapsham ham bor. Bundan har qancha bor, telefon qilaverasizlar. Narxi 22 ming so'mdan qilib beraman bunisini. Uzunligi 4 metrlik bo'ladi. Ini 75, uzr 85 deyapman. 75 ga qalinligi 107, uzunligi 4 metrlik, narxi 22 ming so'm. 10 ligini 30 ming so'mdan qilib beramiz. 10 ga qalinligi 107, uzunligi 4 metrlik bo'ladi. Narxi 30 ming so'm. 15 ga 22, ya'ni o'sha 2,5 atrofda taxta so'rtgan akalarimiz bor. 15 ga 2,5 uzunligi 6 metrlik. Mana olib kelib qo'ydi buni ham. Har qancha bor, bemalol aloqa chiqarasizlar. Buning narxini akalar sizlarga xo'sh. Tik 100 ming so'mdan qilib beraman. 100 ming so'mdan bemalol aloqaga chiqsana, xudo xolasa ishini sifatli va arzon qilib bitkazib beramiz. 100 ming so'mdan 15 ga 2,5 uzunligi 6 metrlik palovoy taxtamiz. Xohlasani hozir buni zinaga ham ishlashgan, zinaga ishlatsani ham bo'ladi. Shpuntli yog'ochlarimizga navbatda olib keldik. Endi mana shpuntli taxtalarimiz bo'ladi bu. Umrga qalinligi 1.9, uzunligi 4 metrlik. O'sha 1.8 atrofida chiqadi. Uzunligi 4 metrlik holatini ko'rib turibsizlar. Buning narxi 41 ming so'mdan qilib beraman. Xudo xolasa holati zo'r. Sifatlari garantiya beramiz. Holatlari ideal holatda mana ko'rishingiz mumkin. Narxi 41 ming so'm. Bu ozgina bit sarg'ayib qolgan, sizlar abzoli bor, mana orqasidan ko'rsatay. Narxi 28,5 ming so'm narxi beraman akalar. 9 ga qalinligi 1.9lik,
Mana ko'rishingiz mumkin. Aybini aytib o'tamiz. Aybi bo'ladigan bo'lsa akalar. Bizga hech kimni anaqasi kerak emas, xudo xolasa. Aybini aytib o'taveramiz. Narxi 28,5 ming so'm. Xudo xolasa, hamyon bo'lib, qulay, bemalol ishlatsani bo'ladi. Garbillari o'sha tagida qolib ketadi. Sizlarga hech qanaqa ziyoni bo'lmaydi buni. 12 ga to'g'ri strapilamiz. To'liq razmer so'ragan o'qlarimizga metr qo'yasizlar 12, qalinligi 4, uzunligi 4 metrlik suxoy strapilamiz bo'ladi. Buni narxi keladigan bo'lsa, buni narxi 74 ming so'mdan qilib bera olamiz o'qlar. Bu ham zavod taxtasi. Shu yerda 11 ga 3,5 ming bor. Mana shu yerda ozgina qolgan. Примерно 29 ta bo'lmasa 30 tadan oshiqroq, ha 30 tadan oshiq ekan. Mobilda telefon qilinglar, narxi 80 ming so'mdan berib yuboraman. To'liq 11 ga 3,5 strapilamni. Mash qolgan xolos. Lekin yaxshi foyda qiladigan narsa. Rekam 4,5 ga 3,5 uzunligi 4 metrli rekamimizni o'sha Shipertag 6 ming so'mdan qilib beramiz. Bu 13,5 ga 31 lik strapilamiz. Narxi 68 ming so'mdan qilib beramiz. Uzunligi 4 metrli bo'ladi. Shpuntlarimiz 9 liklar keladigan bo'lsa, birinchi sort 9 liklarimiz bo'ladi. Buni okalar to'g'risi 2 xil 3 xil varianti bor. Bu eng qimmat varianti 35 ming so'mlik varianti bo'ladi. Bu sifati hamma narsasi garanti, toza qarag'ay kelgan. Buni 32 ming so'mligi ham bor okalar, bemalol aloqa chiqarasizlar. Hozir qo'limizda 35 ming so'mligi bor, 32 ming so'mligimiz skalatda chiqibdi. Xudo xolasa chiqsa ham qo'ldan kelgancha obzor qilib beraman. Bu 35 mingligim, xudo xolasa borsa xijolat qildirmaydigan. 11 ga 2,5 palovoy taxtamiz. Qalinligi hozir buni 23 atrofda qolgan, uzunligi 4 metrli 11 dan oshiq bo'ladi. Holatlari zo'r xudo xolasa. Mana sifati. Shu buning narxini o'kinglar sizlarga 50 ming so'm narx beramiz. Uzunligi o'sha 4 metrli bo'ladi. Sifatlari xudo xolasa zo'r bunlar. Bu yerda mana qalinligi 3 lik palovoy taxtalarimiz ham bor. Ya'ni qalinligi qalinroq, 3 dan 3 atrofda chiqadi. Narxi 61 ming so'm qilib bera olamiz bunisini. 11 ga qalinligi o'sha 29 atrofda qolgan, uzunligi 4 metrli shunaqa pechatli 11 lik palovoy yog'ochimiz ham bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Buni narxini keladigan bo'lsa, narxini 44 ming so'm qilib bera olamiz. Uzunligi o'sha 4 metrli bo'ladi. Bu yerda 11 ga qalinligi 1.8 lik palovoy taxtamiz 3 metrligi ham bor okalar. Narxini 28 ming so'm qilib beramiz. Uzunligi 3 metrlik 11 lik bo'ladi. 9 liklari qalinlari bor, 2,5 liklari bor, ya'ni o'sha qalinroq. Narxi buni 30 ming so'm chiqadi okalar. Uzunligi o'sha 3 metrlik bo'ladi. Bu yerda mana pol yog'ochimiz 12 ga 12 dan o'sha 12,5 ga qalinligi 2,5. Narxi 50 ming so'm qilib beraman. 12 ga 2,5 bo'ladi. Mana pachkali bo'ladi. Yo'llarni ko'rib turibsizlar mana. Qolgan bo'lsa 2 pachka qoldi xolos. Bu juda zo'r ketgan polimiz. Xudo xolasa xijolat qildirib qolmaydi. Lekin shpunt ochilmagan. Shpuntsiz mana shu pechatli rossiyskiy taxtalar bu. Pechati bor. Bu yerda oxirgi yog'ochimiz, qo'lli yog'ochimiz qolibdi. 7 dan oshiq, qalinligi 3,5. Narxi buni 11 ming so'm qilib bera olamiz. Pashti 38 kelganda. Xudo xolasa pastdagi raqamga aloqa chiqarasizlar. O'kelar, shu videoga iltimos qilamiz. Bir dona like bosib, kanalga a'zolikni kuchaytirib qo'yasizlar. Xudo xolasa yangiliklarimiz kelsa yana obzor qilish, xudo xolasa boshlaymiz. Hozircha shu videoni ko'rib turib, xudo xolasa o'zingizlarni yaxshi fikringizni qoldirib qo'ysangiz kommentariyada, xudo xolasa shularga ham javob berishga harakat qilaman. O'kelar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosish esdan chiqmasin. Obuna ham bo'lib qo'yinglar, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.